Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurmatli musobaqalarım, biz hozir bozor qo'ygan joyga keldik. Ikki uy bloga bordik. Ikkinchi uy bloga sal kechroq kelib qoldik. Ahvoli og'ir ekan, hozir kirib ko'rib sizlarga ko'rsatamiz. Mana kichkina uyda turadi ekan. Er xotin 3 bola bo'lib tur, biroq og'amiz mana rak bo'lib qolibdi. Kimyo 3-chi yo'l kimyo olish ekan. Aytishicha pasobiya olmaydi ekan. Sebep deganda pasobiyani mol olamiz deb mol olib, aqcha olib 100 mingga. Anan alып aqchani atasi o'rib olib, kimyo o'shaga yumshashibdir. Hozir o'tirgan chek inshaalloh jaraqda kelib tartib ketamiz. Bunday to'lu yerda ana bundan komnatani birli komnatada o'tirishadi ekan bolalarni. Hozir uyning ichida ko'rsatamiz tuğanlar. Ana men aka shu birli bölme ekan. Yani kulonga men to'sib ele bunday. Nima qilib olibdir? Bunday kirish qilib olibdir. Ana hozir uyni ko'rsatamiz sizlarga. Bismillah. Bunday kirganda mana yog'i bunday ekan, mana o'tin-potinlarni qo'yibdir. Bir komnata qilib ana bunda birovlar olib kelib bergan deydi. Ana negizi ulardan turgan yashagan uyimna komnatada mana. Mana komnata mana. Patolog 2 metr biyikligi mana. Qishda mana qanday qilib turishgan yosh bolasi bor ekan. Aynegim olmaydi mana. Yosh bolasi bor ekan. Bundan kosmetika qilib bitishib oldi uyni. Mana uy yolg'on aytmasam 3 metrga 3 metr uyda. Nerga pechka qo'yib qishda o'tiraman deydi. Mana hayvoni bo'lsa bunday. Biz xudo xolsa bir kun jaraqtadan kelib Alloh qo'ysin. Tuğanlar mana hozir ko'rdingizlar. Uyda ahvolini. Yo'qmi? Endi qanday desek bo'ladi? O'ta ko'pligini uylarga borib kelib o'tamiz. Biroq chinchinaga kelganda vaqt bular uchun chegi bor, uyi bor. Bu mamlakat beribdir. Ana o'zlari shu uyni solib o'z kuchi bilan ana buna shvab emek qilib ichini jitga bo'y tortishib olibdir. Biroq ko'rdingizlar, emelarini sovuqda baribir qandaydir bir sovuq. Qishki kunda. Ana qanday desek, hozir kuyosi o'shol bular bayağıday pasobiya almasdan 100 ming aqcha olgan ekan, pasobiya almasdan. Biroq al aqchasiga mal olib içine aylantirayın dese kuyosi o'rib qolibdi, rak bo'lib qolibdi. Tamam, hozir endi kimyo olib turibdi. Kimyo olib 3 kimyasini olish ekan. O'shol aqcha kimyoga ketib ketdi. Endi o'shol uyda hozir biz ko'rdik, qishында действительно uy sovuq bo'ladi sebep deganda bunday uyni butunlay kirishib olganda. Men osh pechka jag'atgan hozir suylashib o'tirsam, mana qarindoshim aytib o'tadi, o'tin yo'q, ba'zida sovuqda ham qolib ketgan kunlarimiz bo'ldi. O'shunday yo'q qarindoshim? To'g'ri. Ne kömür adamlar berot qishdan negizi yardan beradi. Ko'pincha. Ko'keda o'tin jo'g'am qolib ketasinglar sovuqda. Demakchi tamoq ashinglar qanday? Tamoq ash kundala yaxshilab? 2-3 kunda deyiz, birarda eldir ko'proq berganda o'sha. Kep qoladi. Bunday keda ochqa ham qolib hozir aytdingiz-ku sizlar. Keda bunday ochqa ham qolib ketayim deyotganda 1-2 kun shunday? 1-2 kun ochqa qolamiz ana. Ko'pincha etdek hozirda. İnşallah. Qarindoshim hozir biz inşallah adamlarga emek qilamiz. Bu aslar ibrat negizi. Uşul uyga yordam berem degenler bolsa inşallah bizga qayrilsangizlar telefon nomerlerini bereriz. Kelip mına produktlardanbı. Mına hozir chinchinaga kelganda biz yashayotgan uylardan bardig'i bu o'limning ostanovkasi negizi. O'sha yilina 2 joladan uyni remont qilgan baylar bor. O'shol baylarga qayrilib keterlar shunday. Bereshen insonlarga shunday uylarga kelib, içinde uyini o'ngdotib, uyini bunday ысык narsalar qo'yib, qishki kunda 3 balasi bilan bolalar o'ta yosh ekan. Yaxshi bo'ladi deb, kichkina yordam bizdan yordam olsa. Qanday desek bo'ladi? Endi shunday qiynalgan uylarga har kim qo'ldan kelgan yordam berish kerak. Bunda biz hozir Examfonda ko'pdan beri ishlatiamiz. O'ta ko'pdan odamlar guruch satganlar guruch beradi, kiyim satganlar kiyim beradi. O'tganda mana birov 2 korobka but kiyim berdi. O'ta muhtoj uylarga aparib berdik, kiyim kecha bergan satganlar al menen. Oşondan her kim koldan kelgen işi menen Allah bilan yolda xizmat qiladi. İnşallah mana uşul uygadan xizmat qilamiz, yordam qilaman Allah'ın yolda degenler bolsa, nomerlendireriz. Kelip ko'ringizlar, yordam beringizlar. Oşol Allah bilan yolda xizmat qilib, qiynalan uylarga yordam beraylik. Anan qarindoshim mana hozir mana uy 3x3 ekan, komnatasi 3x3 kichkina bölmede 3 balasi menen er xotin turadigan. Kuyosi hozir больницада kimyo olib o'tadi. Ana qarindoshim
Sen de azı ahvalыңды көрдүк, өтө оор экен. Ошол не сенде көйгөй, не жок? Турмуш тиричиликте нелериң жок? Ошо азыр идиш койгучу менен шкаф керек болуп атат да. Бала кыздардын кийимин койгон, Ооба. кийим кое турган шкаф жок, а? Жок. Анан идиш кое турган шкаф керек, Ооба, а? идиш кое отурган. Кимде экен ушундай шкаф, кийим шкаф жеринде идиш аяк кое турган шкаф беремин десе, биз ушул үй бүлөнүн номерин беребиз. Анан Алланын ыраазычылыгы үчүн өзүңүздөр алып келип берип үй акыбалды көрүп кетиңиздер. Себеп дегенде бул ибраттуу видео. Кыймал үй бүлөлөрдү желге жарытып беребиз. Ошол карындашым, силерге Аллах Таала күйөөңүзгө ден соолук берсин, шифа берсин. Кудай кааласа баардыгы жакшы болот иншалла. Биз анан биздин группаны колдоп кубаттап туруңуздар. Инстаграмда, Ютубта барбыз. Абдуганы Мурзаев десеңиздер, Яхсан Руслар деген группа бар. Аллахын жолунда кызмат кылалы. Саламу алейкум ва рахматуллахи.